Assalomu alaykum. Ahlar va yurtdoshlar. Mana biz Amerika Qo'shma Shtatlarining shtatdamiz. Mana shu Tennessi shtatining eng jahongashta butun Amerika qit'asidan shu yerga dam olishga keladi. Bizni O'zbekistonda Chorvoq, Jizzax, Omonxona, so'qoqqa borib dam oladigan bo'lsa, bular mana shu yerga dam olishadi. Qarang. Shu tog' bag'ridan biz tog'ning eng yuqori cho'qqisizdamiz. Ya'ni vishsha tochkadamiz. Mana shu 3 ta dachani olganmiz. Mana 1, 2, mana 3. Mana 4 ta oila kelganmiz. Mana shu yerda hozir mana 3 kunga dam olamiz. 3 kun davomida shu yerda haqiqiy bayram. Mana qo'ra. Mana o'zbeklarning haqiqiy sabz. Mana piyoz. Mana do'stlarim, o'choq. Mana 4 kilo guruchga 4 kilo go'sht. Endi buni kimlardir qanday tasavvur qila bilmadim. Mana haqiqiy mana zig'ir yog'idan juda dit bilan qilinayotgan taom. Mana do'stlar, ertaga qozon ko'p qilinadi. Mana qiyma shashlik. Mana kuskova shashlik, mana bu qiyma. Mana bu shashliklarimiz ham qiyma, mana qiyma. Endi qarang, eng qiziq tomonini qarang. Ehtiyot bo'ling. Ayiq bor deyapti. Ayiq kechasi kelib narsalaringni vayron qilishi mumkin. Shuning uchun narsalarni qulflab, o'zlaringga mustahkam bo'lib, bolalarga ehtiyot bo'linglar deyapti. Mana shunday bir go'zal, xushmanzara joyda Xudo xolasa 3 kun dam olamiz. Bu yerda qor yog'maydi. Ahoyadan 600 kilometr, ya'ni 400 mayllik yo'l. Mana shu joylarga kelib, mana aylanib, mana dam olib. Buni qarang do'stlarim. Bu manzarani qarang. Mana shunday go'zal joylarda dam olib, huzurlanib, bola chaqa bilan dam olgan. Mana bu Ozodbek degan yigit bor. O'zbek estradasida o'z qo'shiqlari bilan xalqning nazariga tushgan. Mana do'stlarim, mana shunday bir go'zal manzarani sizlarga ilindim. Ko'ringizlar, quvoningizlar. Mana ichkarida mana qancha insonlar hozir taomlanishyapti. Yana taom tayyorlayapmiz. Xudo xolasa eng chiroyli taomni bugun sizlarga ilindik. Mana eng go'zal tog' manzaralari. Qor yo'q. Bu yerda faqat bahor va kuz bo'lishi mumkin. Mana shunaqa bir go'zal manzaralardan sizlarga marhamat bo'ldik. Ko'ringizlar, quvoningizlar. Biz eng chiroyli taomlar tayyorlaymiz. Ayiq bor deyapti. Mana shu manzaralarda mana biz endi bugun damda olib, taomlarni tayyorlab, haqiqiy mana ziramiz bor, mag'zimiz bor, no'xat bor. Hamma tansiq taomlarni tayyorlab shu yerda bazm-jamshid qilamiz. Hammalaringizga ishlaringiz muvaffaqiyatli bo'lsin. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Uchrashgandan uchrashguncha Alloh panohida bo'lingizlar. Mana shunday imkoniyatlaringiz bo'lsa, yangi yilda mana shunaqa bir do'stona, bir oilaviy davrada. Endi Kaminay Kamtarin oshpazlikda xabari bor. Shuning uchun taomlarni hammasini shu yigitlarga endi men tayyorlab beraman. Endi men o'ynaydigan davrda o'ynab o'tdim, yuguradigan davrda yugurib o'tdim. Faqat shu yoshlarga shu taomlarni dididagidek taxlab, ishtaha bilan taomlanishida ularga eng tansiq taomlarni yetkazib berish bizning burchimiz. Ular bizga duo qilsa bo'ldi. Bizni kuzatishni davom etingizlar. Uchrashgandan uchrashguncha Alloh panohida bo'laylik. Allohim qayerda bo'lsak-da bir-birimizga bo'lgan hurmat, ehtirom yo'qotmaylik. Amin. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.